Hammaga salom. Bugun sizlar bilan To'rxon Craft va yana imperiyamizni kuchaytiramiz. Xotinni oldim, hozir kutib turinglar. Bitta joyda uxlab olaylik. Sababi nimaga uylarda ichida uxlamayapsizlar desa, hali o'zimni yoshi cho'tki uyim bo'ladi. Kommentariyada yozib ketinglar, o'zim mana shu imperiyani o'zim xo'jayini bo'laymi yoki chunki aholisi bo'laymi? Bugun oddiy uy quramiz, oddiy sivilizatsiyaga uy. Xo'sh, bu uy bo'lsa mana shu yerdan bo'ladi. Xo'sh, buning uchun bizga mana bunaqa narsalar, masalan, bitta, ikkita, o'sha 4 ta qilib turib, 3 ta ham bitta 4 ta blok bo'ladi, bitta bo'lsa 5 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Amaliyotlarini bunisi to'ldiraveramiz. Va endi manetlarni ham to'ldirib qo'yib, mana 3 ta qilamiz. Bitta, ikkita, 3 ta va bitta 3 ta, 3 ta har bir tarafga 3 ta da. Keyin bo'lsa mana va mana bu yoqda qo'yilaveradi. Va mana buni qilamiz. Bunaqa qilamiz. Hop. Va bo'ldi. Hop. Atayo. Endi bo'lsa ichiga mana bunday bloklar qo'yib turib, ustiga buna qilamiz. Shunaqa bo'lishi shart. Va tayyor. Faqat ichini buzib tashlasa keyin tayyor bo'ladi. Endi tayyor. Bu yerda jihozlash qoldi. Jihozlashdan bir yo'l ko'rsatib beraymi? Obunachilar. O'shanda bemalol jihozlab yashab yuraverasizlar mana. Mana turib. Mana cho'tta yarashmayapti, mana shu yerda mana turib. Mana qo'ysa yaxshiroq, endi yaxshi. Xo'sh, birinchi o'rinda mana tepasiga mana charaqcha qo'yasizlar va tepasiga ikkita manetiga baribir kerak bo'lmaydi. Xo'sh, birinchi kirishlaring bilan mana shu yerda yotoq bo'laversa chiroyli bo'ladi. Keyin bo'lsa sondiq va sondiq bo'lsa yonlarga pechka issiqqina yoqitasizlar va verstak ishlaringni bajarishib olishlaringni va nihoyat endi rostdan ham sondiq va bo'ldi. Faqat mana bu yerga bir stak ko'mir blokdan qo'yib qo'ysak, o'shanda hech qachon bu butun yilga yetadi. 2027da albatta rostdan ham yuzimni ko'rsataman. Luboy gaplar bo'lsa bemalol aytib beraman. To'g'ri, meni yuzim qanaqa bilmadim-ku. Shular uchun albatta 2027, nimaga 2027? Sababi 2027da vashshe ko'p narsalar bo'ladi. Masalan, Godzilla va Kong yangi imperiya va bitta joy bitta Sonic 4 chiqadi. Traileri ham hammasi xullas chiqadi. Xullas, shu yil menga juda ham yoqadi. Ayniqsa bahor oyi u paytda menga vashshe yoqadi. Chunki bahor oyida Sonic 4 chiqib, lekin keyingi yilda tarjima qilishadi. Shuni salam qilyapti. Menga 2028da tarjima qilishadi. Bo'ldi. Hamma yoqqa qilib bo'ldim. Videomiz shulardan iborat edi. Mana shunaqa uy. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Hammaga unda xayr.